Assalomu alaykum. Bizni Agrovodiy kanalini kuzatib boruvchi podpischilar 11-may sanasida baholasi sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Mana bahor gilosini uzyapmiz. O'zimizning bahor gilos. Mana bahor gilos shu bo'ladi. Rosa pishib yetildi. Men sizlarga ko'rsatishimdan maqsad bu bahor gilos. Bahor gilos. Hop, endi bog'imizda asosan skina gilosi ekilgan. Ichiga bir mana bahor gilosdan 20 tub, Giant Red gilosdan 20 tubcha ekilib qo'ygan. Mana skina gilos bo'ladi. Mana hosilni qaranglar. Xudo xolasa bu eng kechki gilos. Yedida 15-20 kunda pishadi. Buni donasi ham yomon bas xil zo'r bo'lgan, xudo xolasa. O'rtoqlar, endi deylik. Endi buni ko'rsatishdan maqsad o'zini o'zi changlatish, zo'r. Shuni orasidan bitta olamizda. Bahor gilosga qo'yamiz. Bahor gilos yetilgan. Endi bahor gilosga qo'ydik. Hozir mana sizlarga Giant Red degan gilosimiz. O'zbekistonda top 5 talikda yirikligi bo'yicha turadigan giloslardan biri Giant Red bo'ladi. Giant Reddan uzamiz. Bu ham pishgan. Bittasini uzdik, mana ikkitasini uzdik. Endi sizlarga eng yirik gilos qaysiligini hozir ko'rasizlar. Pishmagan holida. O'rtoqlar. Hop. Mana Giant Red gilos. Kalibri 30-35 gacha chiqadigan. Pishsa. Skina bo'ladi. O'zini o'zi changlaydi. 27-28 kalibrga chiqadi. Bu o'zimiz bahor gilos. Pishgan bu. Giant Red oldida hali yoniga kela olmayapti. Pishmagan Giant Red oldida mana. Hujjatdan ko'paytirganmiz Giant Redni ham, bahorni ham, skinani ham. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar, zakaz beraverasizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Do'stlarga tashlab qo'yasizlar.